aziz obunachilar, forumimiz boshlash jarayonida turibmiz. Bizani, ya'ni asalarichilik sohasi vakillarini bu forumda, agrar sohadagi forumda qatnashishidan maqsad nima desak, biz agrar soha deganda ko'pincha ko'p joyda asalarichilikni esdan chiqarib qo'yamiz. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz bu joyda o'sha ijtimoiy tarmoq faollari o'tiribdi, mashhur blogerlar o'tiribdi. Ya'niki asalarichilikni o'zini o'rni borligini, agrar sohada o'zini o'rnini borligini biz ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Asalarichilikda pestisid. Bu yerda men emas, orqadan ovoz gapiryapti. Masalan, mana shu xato. Ehtiyotkorlik talab qiladi. Chunki noto'g'ri sepilgan kimyoviy dorilar butun asalari uyasiga zarar yetkazadi. Xato bo'lsa, mana hozir pestitsidlarni qo'llash, ehtiyotkorlik choralarini haqida video yaratish bo'yicha sun'iy intellektni master klass bo'lyapti. Qani videoni ko'raylik. Pestitsid ishlatish juda ehtiyotkorlik talab qiladi. Chunki noto'g'ri sepilgan kimyoviy dorilar butun asalari uyasiga zarar yetkazishi mumkin. Asalarichilikda bu yerda men gapirmaganman. Ana dehqon boboni ovozini qo'yib Ha. Hozir siz o'zingizni ovozingizni qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar haqiqatan ham shu insonlar aytdi, dorilarini kechqurun sepinglar. Nimaga asalari kechpayt? Mana bu to'g'rimi? Men boqmayman-ku. Hali 40 sepim bor, Nivada asalarini 12 olib borib berdisa, baqa olib kelib berdisa, palonchi ipakga olib borib bersa, olib boradigan bo'laman. Endi o'shani haqiqatan birinchi o'rinda asalarni videoga olaman. Do'stlar, mana o'zimizga o'xshagan jonzot. Shuni fermerlar kunduzi dorini sepib o'ldirib qo'yyapti. Bunga endi yo'l qo'ymaydi fermerlar. Kechqurun sepinglar dorilarni deb aytaman. Bo'laveradimi? Hamma blogerlar misol 1000 ming, 500 ming beraman, mana uni reklama qilib bersa bormasdan qoladi. Bemalol mayli xotir shu narsalarni sizlardan so'rab qolaman. Asallarni saqlaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hali kitoblarni